Senior Finance jamoasi. Bugungi mavzuimiz GPX shartnomalar ro'yxatga olish haqida. May mehnat sayti orqali ro'yxatga olish haqida. Oldinlari GPX shartnomasi May mehnat orqali ro'yxatga olinmasdi. Faqatgina shtatniy sotrudniklar, xodimlar ro'yxatga olinardi. 26-yildan boshlab majburiy tarzda GPX shartnomalari bilan ishlayotgan xodimlar ham, ya'ni bir martalik shartnomalar ishlari, xizmatlarni bajaruvchi xodimlarni ham o'sha May mehnat saytiga ro'yxatga qo'yish majburiy bo'ldi. Bu nimaga kerak? Bu 26-yildan boshlab avtomat tarzda o'sha oylik hisobotlar avtomat tarzda shakllanadigan bo'ldi. Soliq ma'lumotlari May mehnat bazasidan oladi. Xodim, sizni korxonangizda nechta xodim bor, qanaqa shtat bo'yicha ishlayapti. O'shadan ma'lumot oladi. O'sha maqsadda bu narsa majburiy qilib qo'yildi. Agar siz GPX shartnomalarni May mehnat sayti orqali ro'yxatga qo'ymasdan turib o'sha xodimlarga soliq hisobotda ularga oylik hisoblasangiz, demak bu shubhali operatsiya deb qaraladi. Bas soliqda siz korxonaga nisbatan shubhali deb qaralib, soliq tekshiruvi o'tkazishga sababchi bo'lib qolishi mumkin. O'shanda ehtiyot bo'linglar. O'sha narsani e'tiborga olib, GPX shartnomalarini ham 26-yildan boshlab ro'yxatga olishni unutmanglar. Sizlar bilan men Otabek Ahmedov. Bizning sahifamizga obuna bo'lishni unutmang.